Ekranda ko'rib turganingiz tasvirlar armiya qanday chorasiz ahvolga tushib qolganining yaqqol manzarasini aks ettiradi. Bu yerda ko'rib turganingiz odamlar bir necha kun avval Zaporojye frontida Ukraina chiziqlari ortiga yashirincha o'tish vazifasini olgan Rossiya harbiylari edi. Bugun esa ularning barchasi yagona tozalash operatsiyasi davomida asirga olindi. Jami 64 nafar harbiy. Bu askarlarning oldinga yuborilish sababi butun voqeaning eng e'tiborli jihatlaridan biri hisoblanadi. Ularning vazifasi hudud egallash yoki jang pozitsiyasini bosib olish emas edi. Ulardan talab qilinadigan narsa hech qanday jangga kirishmasdan qishloqlarga yashirincha kirish va har birida Rossiya bayrog'ini o'rnatish edi. Maqsad ushbu bayroqlarni o'z dronlari orqali tasvirga olib, dunyoga qarang, biz oldinga siljimoqdamiz, yangi hududlarni egallamoqdamiz degan tasavvurni namoyish qilish edi. Biroq reja ilk bosqichdayoq barbod bo'ldi. Ukrainaning eng tajribali jangovar bo'linmalaridan biri bu yashirincha qilingan guruhlarni bir necha soat ichida aniqlab Rossiya harbiylarini asirga oldi. Bu voqeani haqiqatan ham ahamiyatli qiladigan jihat raqamlar ham emas, chunki bu allaqachon yakka holat bo'lishdan chiqqan. Bugun Rossiya armiyasi ichida shunday parokandalik yuzaga kelganki, harbiylar yakka tartibda guruhlar bo'lib, ba'zan hatto tepalarda uchib turgan dronlar yo'lboshchiligida qarshi tomonga o'tib ketmoqda. Ukraina esa avval tasodifga bog'liq bo'lgan taslim bo'lish jarayonini tizimli amalga aylantirdi. Bu nimani anglatishini eng yaxshi so'nggi operatsiyaning o'zi ko'rsatib turibdi. Bu voqea 2026-yil 20-iyul kuni Zaporojye viloyati front chizig'ida sodir bo'ldi. Ukraina kuchlari Yuliya Poli yo'nalishidagi 5 ta aholi punkti orqali orqaga o'tib ketgan Rossiya guruhlariga qarshi tozalash operatsiyasini boshladi. Bu operatsiyani o'tkazgan bo'linma tasodifan tanlangan emas edi. Bu Ukrainaning 225-alohida shturm polki edi. Bu polk tarixi urushning ilk kunlariga borib taqaladi. U 2022-yil mart oyida Kiyevda ko'ngillilar batalyoni sifatida tashkil etilgan. 2025-yil fevralga kelib esa alohida shturm polki sifatida qayta tashkil etilgan. Bu vaqt davomida urushning eng og'ir yo'nalishlarida ishtirok etib o'z nomini tanitdi. 2024-yil yozida u Kursk hujumida ilg'or bo'linma sifatida qatnashdi. Chasiv Yar mudofaasi davomida esa zamonaviy Rossiyaning T-90M tankini qo'lga kiritdi. Bu bo'linmaning frontdagi obro'sini eng yaxshi qarshi tomonning o'zi aytgan so'zlari ifodalaydi. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Askarlardan birining aytishicha, ular o'z pozitsiyalarini ushlab turgan payt avval razvedka droni paydo bo'lgan. Shundan keyingi bir necha soat to'liq qamalga aylangan. Biz mudofaa pozitsiyasini egallab turgan edik. Shu payt ular Mavic dronini payqashdi. Keyingi 12 soat davomida FPV dronlari bizga hujum qildi. O'sha harbiyning so'zlariga ko'ra, keyinroq Baba Yaga droni ular turgan joyga 2 ta o'q-dori tashlagan. Ular vayronalar ostida qolib ketgan. Keyin esa Ukraina harbiylari tomonidan qutqarilgan operatsiya yakunida jami 64 nafar Rossiya harbiysi asirga olindi. Ularning ismlari Ukrainaning harbiy asirlar almashinuv ro'yxatiga kiritildi. Nega Moskva o'z harbiylarini xavf ostiga qo'yish evaziga ham soxta bayroq operatsiyasini talab qildi? AQShda joylashgan Institute for the Study of War tahlil markaziga ko'ra, 2026-yil yanvaridan buyon Putin va Rossiyaning yuqori lavozimli harbiy qo'mondonlari kamida oyiga bir marta frontdagi muvaffaqiyatlarni bo'rttirib ko'rsatuvchi bayonotlar berib kelmoqda. Bu kompaniyaning asosiy auditoriyasi g'arb jamoatchiligi hisoblanadi. Chunki Rossiyaning g'alabasi muqarrar, Ukraina mudofaa chiziqlari qulab tushmoqda degan tasavvur shakllansa, Kiyevni qo'llab-quvvatlash masalasi bahs mavzusiga aylanadi. Bu esa muzokaralar stolida siyosiy imtiyozlar talab qilishni osonlashtiradi. Bu kompaniyaning eng yaqqol misoli iyul oyi boshida kuzatilgan. Qo'mondonlar bilan uchrashuv vaqtida Putin Donetsk viloyatidagi Konstantinovka to'liq egallanganini e'lon qildi. Biroq o'sha institut baholashiga ko'ra bu da'vo haqiqatga to'g'ri kelmagan. Shaharda faqat kichik diversiya guruhlari bo'lgan. Ukraina qo'shinlari esa o'z pozitsiyalarini ushlab turishda davom etgan. Eng e'tiborli jihati esa ushbu da'voning qanday asoslanganida edi. Iyun oyida o'sha hududda Rossiya harbiylari bayroq yozayotgani aks etgan videolar tarqatilgan edi. Biroq tahlillarga ko'ra bu videolarning ayrimlari sun'iy intellekt yordamida yaratilgan bo'lishi mumkin. Boshqacha aytganda, bayroq endi hudud egallanganining belgisi emas. U sun'iy ravishda yaratilgan mahsulotga aylantirilgan.
keltirilgan. Zaporojye viloyatida ham aynan shu holat kuzatildi. Bu safar endi o'sha mahsulotni yaratish vazifasi yuklanganlar haqiqiy askarlar edi. Ammo ular bayroqni o'rnatishga ham ulgurmasdan asirga olindi. Asirlikka olingandan keyin bu harbiylarga berilgan savollar ushbu videoning eng diqqatga sazovor qismi hisoblanadi. Ulardan to'g'ridan-to'g'ri qanday munosabat ko'rilayotgani haqida so'raldi. Askarlar asirga olingan birinchi daqiqalardanoq ularga nisbatan yomon munosabat bo'lmaganini va hech qanday zo'ravonlik qilinmaganini aytadi. Yo'q, umuman bunday bo'lmadi. Ilk daqiqadan boshlab bizga oddiy munosabatda bo'lishdi. Bizni urmadilar va haqorat qilmadilar. Ukraina rasman Rossiya harbiy asirlarga nisbatan Jeneva konvensiyasining 3-qismi talablarini qo'llashini ma'lum qiladi. Bu jarayon harbiy asirlar bilan munosabatni muvofiqlashtirish shtabi tomonidan boshqariladi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan 1949-yilgi ushbu konvensiya asirga olgan tomon zimmasiga aniq majburiyatlarni yuklaydi. Eng avvalo harbiy asirlarga insoniy munosabatda bo'lish majburiy hisoblanadi. Ular munosib yashash joyi, kiyim-kechak va gigiyena vositalari bilan ta'minlanishi kerak. Tibbiy yordam bepul va yetarli darajada ko'rsatilishi shart. Konvensiya hatto oziq-ovqat masalasini ham juda batafsil tartibga soladi. 26-moddaga ko'ra, kunlik ovqat miqdori, sifati va xilma-xilligi harbiy asirlarning sog'lig'ini saqlash va vazn yo'qotishning oldini olish uchun yetarli bo'lishi lozim. Bularning barchasi Ukraina uchun aniq strategik vazifani bajaradi. E'lon qilingan videodagi eng kuchli harbiy rasmiy shaxs emas, balki asirga tushgan harbiyning o'z og'zidan yangradi. Haqiqatan ham o'sha videoda undan oilasiga biron nima aytmoqchimisiz deb so'raganda u shunday javob berdi: "Men tirikman va ahvolim yaxshi. Hammasi joyida." Bu jumla frontda turgan Rossiya harbiysining telefoniga yetib borganida uning ongidagi hisob-kitob o'zgara boshlaydi. Ukrainaning bu sohadagi faoliyati tasodifiy emas. Bu rasman tashkil etilgan loyihadir. Men yashashni xohlayman. Ushbu loyihaning kuchi uning juda sodda xabar berish usulidadir. Frontdagi askarlarga uzun siyosiy mavzular o'qilmaydi. Ularga faqat 4 ta qadam tushuntiriladi. Oldindan aloqaga chiqing. Qurollaringizni tashlang. Qo'llaringizni ko'rinadigan holatda ushlang. Bu ko'rsatilgan yo'nalish bo'ylab harakat qiling. Bu soddalikning samarasi raqamlarda ham aks etmoqda. Loyiha ma'lumotlariga ko'ra, to'liq bosqin boshlanganidan buyon 10 mingdan ortiq Rossiya harbiysi Ukraina tomoniga asir tushgan. Ixtiyoriy taslim bo'layotganlarning haftalik o'rtacha soni 60 nafardan 90 nafargacha yetgan. Bu jarayonda dronlar orqali amalga oshirilgan taslim bo'lishlar urush ham tez sur'atlarda o'smoqda. O'sha paytdagi Ukraina mudofaa vaziri Mikhail Fyodorov ma'lum qilishicha, qish oylarining o'zidayoq 100 nafardan ortiq Rossiya harbiysi uchuvchisiz uchish apparatlari orqali taslim bo'lgan. Bu raqamlarning tahlili parokandalik aynan qayerda yuz berayotganini ko'rsatadi. Asirga olinganlarning taxminan 83%ni oddiy askarlar va serjantlar tashkil etadi. Ofitserlar ulushi esa atigi taxminan 3%ni tashkil qiladi. Demak, Rossiya armiyasi qo'mondonlik bo'g'inidan emas, balki oddiy shaxsiy tarkib darajasida parchalanmoqda. Asirga olinganlarning taxminan 40% ilgari sudlangan shaxslardir. Buning o'zi Rossiya so'nggi yillarda shaxsiy tarkib yetishmasligini qayerdan to'ldirishga uringanini yaqqol ko'rsatadi. Bugun Ukraina qo'lidagi harbiy asirlar soni 10 ming nafar emas. Ularning ko'pchiligi vaqt o'tishi bilan harbiy asirlar almashinuvi orqali Rossiyaga qaytarilgan. 2026-yil fevral holatiga ko'ra, Ukraina qo'lida taxminan 4 ming nafar Rossiya harbiysi saqlanayotgani ma'lum qilingan. Shuning uchun ham Zaporojyeda asirga olingan o'sha 64 nafar harbiy Kiyev muzokaralar stoliga olib chiqishi mumkin bo'lgan aniq savdo vositasi hisoblanadi. Rossiya esa frontda yo'qotayotgan shaxsiy tarkib o'rnini endi avvalgidek to'ldira olmayapti. Rossiya ko'ngillilar korpusi asoschisi va qo'mondoni Denis Kapustin bu holatni intervyularidan birida bitta jumla bilan ifoda etgan. So'nggi oylarda Rossiyaning frontdagi yo'qotishlari safarbar qilishga muvaffaq bo'lgan harbiylar sonidan oshib ketdi. Kapustinning ta'kidlashicha, buning ma'nosi juda aniq. Shartnoma asosida xizmat qiladigan harbiylar tizimi o'z imkoniyatlarini tugatgan. Endi esa yagona qolgan yo'l hammaga ma'lum. Agar odamlar pul uchun frontga bormasa, ularni majburan olib ketishadi. Ko'plab mutaxassislar Rossiyada yangi safarbarlik to'lqini boshlanishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Ko'plab tahlilchilarning fikricha, yirik shaharlarni ham qamrab oladigan yangi safarbarlik to'lqini Davlat dumasi saylovlaridan keyin e'lon qilinishi mumkin. Bu to'lqin boshlanguniga qadar davlat topgan yechim ancha soddaroq bo'lib qolmoqda. Odamlarni to'g'ridan-to'g'ri ko'chalardan ushlab ketish. Ma'lumotlarga ko'ra, Penza, Kineshma va Kuznets kabi shaharlarda politsiya, Rosgvardiya va harbiy komissariyat xodimlari qo'shma reydlar o'tkazmoqda. Bu reydlar davomida erkaklar ko'chaning o'zidayoq mikroavtobuslarga majburan o'tkazilib, harbiy komissariyatlar
hududlarga olib ketilmoqda. U yerda esa ularga darhol Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolash taklif qilinmoqda. Majburan shakllantirilgan armiya muqarrar ravishda ichki qarshilikni ham keltirib chiqaradi. Rossiya harbiy sudlari ma'lumotlariga ko'ra 2025-yil o'rtalariga kelib xizmatdan qochish va ruxsatsiz qismni tark etish holatlari bo'yicha 20 mingdan ortiq ish qo'zg'atilgan. Mudofaa vazirligining sizdirilgan hujjatlari asosida o'tkazilgan tahlillarga ko'ra, haqiqiy raqam 50 mingga yaqin bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, jazo qo'rquvi ham o'zining tiyib turuvchi ta'sirini yo'qotgan. Ma'lum qilinishicha, ayrim Rossiya harbiylari frontga qayta yuborilmaslik uchun o'zlariga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilishini ataylab xohlamoqda. Chunki ular qamoqni frontga qaytishdan xavfsizroq deb hisoblamoqda. Bu manzarani yanada e'tiborli qilayotgan jihat harbiy iyerarxiyaning eng yuqori pog'onalarida yuz berayotgan voqealardir. Putinning amakivachchasining qizi Anna Tvilyovaga general-leytenant maqomiga teng lavozim berildi. Biroq Tvilyovaning mudofaa sohasida sezilarli tajribasi yo'q. Uning asosiy mutaxassisligi psixiatr bo'lib, mudofaa sohasiga faqat 2023-yilda kirib kelgan. Bu tayinlovning professional harbiylar orasida norozilik uyg'otishiga sabab oddiy. Odatda bunday darajaga yetish uchun o'nlab yillar talab qilinadi. Putinning asosiy muammosi ham aynan shu yerda. Agar u jazolarni kuchaytirsa, askarlar uyiga qaytishdan qo'rqib, qarshi tomonga o'tib ketishi ehtimoli ortadi. Shu vaqtning o'zida Rossiya armiyasiga har oy o'rtacha 30 ming nafar yangi shartnoma asosida xizmat qiluvchi harbiy qo'shilmoqda. Bu taslim bo'layotganlar sonidan qariyb 100 barobar ko'p. Shuning uchun taslim bo'lish holatlari frontdagi ruhiy holatga jiddiy ta'sir ko'rsatsa-da, son jihatidan ular Rossiya armiyasining shaxsiy tarkibini yakka o'zi qulatadigan darajada emas. Bundan tashqari, harbiy safarbarlik mexanizmi hali ham ishlab turibdi. 2026-yilning ikkinchi choragida har kuni imzolanayotgan shartnomalar soni yana 1000 nafarlik darajaga yetdi. Buning asosiy sababi pul hisoblanadi. Ayrim hududlarda bir martalik shartnoma bonuslari $40,000 oshib ketgan. Bundan tashqari, harbiy asirlar masalasi ham bir tomonlama emas. Rossiya qo'lida ham ko'p sonli Ukraina harbiylari bor. Shuning uchun asirlar almashinuvi bo'yicha muzokaralar har ikki tomonni chekallab turuvchi nozik muvozanat asosida olib borilmoqda. Ukrainaning o'zi ham shaxsiy tarkibni jalb qilishda qiyinchiliklarga duch kelayotgani bu holat faqat Moskva uchungina emasligini ko'rsatadi. Qisqacha aytganda, taslim bo'lish jarayonining tizimlashtirilishi Rossiya armiyasini bir kechada qulatadigan qurol emas, ammo u sekinlik bilan to'planib boradigan yemirilish jarayonini anglatadi. Frontda esa hal qiluvchi omil ko'pincha aynan mana shunday sekin, ammo uzluksiz yemirilish bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.